Bugungi videomizda qurilishlarimizga ishlatiladigan har xil turdagi assortiment mishalkalarimizni video obzorini qilib beramiz. Zavodskiy betona mishalkalarimizda 2 xil, 3 xil assortiment turlari bor. Bularimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, birinchidagi aravachali, bemalol o'zidan orqadan motorlari qo'yilgan 220 ga ishlaydi. Joyida turib loylarimizni tayyorlab, bemalol quyadigan joylaringga to'kib kelishlaring mumkin. Yetalash qulay va ancha zo'r. Endi bunimizda samodelka sifat qilib ishlab chiqarilgani bor, lekin bunimiz zavodskiy. Bunimizning materiali konteynerimiz materialidan qilingan, ya'ni ko'pchilik so'rashadi, nimaga unda yengil deydi. Chunki konteynerda temiriga yaxshilab ishlov berib, keyin ishlab chiqarilgan akalar. Ishlashiga 6 oy kafolatli garantiya beriladi akalar. Endi bunimizning litri 180 litrdan boshlanadi. 180, 200 litrli va 220 litrli va boshqa turdagisi bor. 200 litrlining motori jinni kattaroq bo'ladi, oboroti jinni tezroq bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda bunga 7 kurak, 8 kurak loy tayyorlaydigan bo'lsalaring, bunga 8 ta, 9 ta solinaveradi. Litri shuning uchun kattaroq, motori jinni baquvvat bo'ladi. 220 si ham xuddi shunday bo'ladi. Endi mishalkalarimiz yangicha turdagilari kelgan. Eng kichkinasi 200 litrdan boshlanadi. 200 litr, 230 litr va 250 litr. Bunimizda faqat betonga ishlatish shart emas akalar. Meva quritkani ishlatsalaring bo'ladi. Dehqon akalarimizga, chorvalarga yem aralashtirgani ishlatsalaring bo'ladi. Bu mishalkalarimizga nisbatan yangilari kelgan, motori kattaroq bo'ladi. Ob'yom shuning uchun kattaroq. Eng kichkinasi 200 litr. 200 litrlisi ham ancha katta ob'yomda oladi akalar. Bemalol narxlari eng arzon narxlarda qilib chiqarilgan.